Assalomu alaykum. Azizlar, sizlarga bir murojaat bilan chiqayapman-da. Nimaga bilasizmi? Hozir hayotimda bo'layotgan ketma-ket sinovlar, ketma-ket misol qiyinchiliklar. Bu qiyinchiliklarda dasturxon qilish emas. Ya'ni bu qiynalyapman, bu qilyapman deyish emasdan, shunchaki bu yo'ldan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi, o'shani so'rab chiqayapman. Ya'ni ba'zan bo'ladi-yu, qilib yurgan ishingiz to'g'ri bo'ladi. Iqtisod kelganda, sinov, qiyinchilik sinov kelganda o'sha qilib yurgan ishingiz ham xato bo'ladi. Qilib yurgan yo'rig'ingiz ham xato bo'lib qoladi. O'zingiz bilganingiz ham joyiga kelsa xato bo'lib qoladi. O'shanday vaziyatda qanaqa chiqib ketsa bo'ladi, qanaqa yo'l tutsa bo'ladi. Misol Allohning sinovi kelganda o'sha sinovdan qaysi yo'l bilan chiqib ketsa bo'ladi. Agar bilganlar bo'lsa, izohlarda yozib, mana bunaqa bo'ladi yozsanglar, men shunga qarab har bitta izohni to'g'risi o'qiyman. Chunki menga hozirgi vaziyatimda ha degan tuyaga madad deydi. Ha degan so'z ham menga madad bo'ladi. Faqat hech kim noto'g'ri tushunmasin. Boring, oxirida qilyapti, yig'lab chiqyapti deyman. Faqat yo'l yo'riq so'rab chiqayman, boshqa narsa emas.